Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Biz bugun yana bir kaputar uya yasovdik, shularni rizolar, sizlarga ilinib tashlab qo'yaylik dedik gruppaga, kanalimizga. Xullas, kaputar uyamiz 10 xonali. Uzunligi 1.70, yoni 1 metr, bo'yi 1 metr bo'ldi. Buni maxsus bir og'aynimiz aytdi. Shunaqa bersiz o'rtag'i dedi. Shuni ko'tarib, oyoqlarini qilib o'tga qo'yib qo'ymoqchi ekan. 30 ga 30 bo'ldi uyachalari. Mana kabutar kirib chiqqan joyi ham sal kichikroq bo'ldi. Mana. Mushoqda kallasi sig'maydi. Eshigi ham mana. Ko'rkam chiroqli bo'ldi. Suvi ham orqa tomonga tashaldi. Yonlari faner. Qo'llari ham baquvvat. Odam kirgandek bo'lsa ham ko'taradi, xudo xolasa. Xonalari 30 ga 30 xonalari ham. Qonog'i ham mavjud. Hamma yo'q bor, xudo xolasa. Chiroqli, baquvvat bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, xabarlashib, telefonlashsalang, bemalol yasab beraveramiz zakaz bo'yicha. Shunaqasini tayyorlayveramiz. Farg'ona viloyati, Yozyovon tuman, Toshqo'z qishloq, Shabboda +8 93 536 06 31 telefon raqamimiz. Telegramimiz ham shunda. Murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.